bo'lmasa asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, ey dalboyim, menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarni fikriga o'tadi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqib ketadigan, mana to'qma bor, yurak bor, yiba. Bu qaysi dalboyim erkak kishini omad bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi ko'rmasizga qolib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakat qilib judani qachanjalab oltin qush qilib boshga tushib ketishdi. Yiba o'taga bo'lmasa turib harakat qilmaslik, yiba Instagram, TikTok'dagi dalboyimlar kuzatib o'shalardan inspiration topmaydi. Harakat qil, endi mani boshdan tushganlar bilan qanaqa yo'llarni bosib ketganim, xatlar to'xtatilgan, kimlar meni tashlab ketgan, nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi, chidolmadi, sabr qilolmadi, birovlar fikriga ko'tarib qo'ygan holatda erkak kishini omadi bilan o'ynashgan. Babuin bo'l, dalboyim, babuin. Qizig'im, mana kommentariy yozadigan dalboyimlarni tasvirlash uchun hattoki bir jendra hayotidagi eng oliy orzusi deb bajaring deb